Yana o'sha mavzu. Assalomu alaykum. Elbato'ning mahsuloti. 1 kilo mahsulotni mana shu yerda 7 kvadrat ketdi. 1 kilo mahsulotni 7 kvadrat ketib, ortib ham qoldi. Ustidan 2 marta ham berdik. Mana shu yerda sepdik. O'zimiz fasadga ustakamiz. Ustaga masalan zakazlar bo'lsa deb berilaveradi, xudo xolasa. Nomeringiz ustakam nomerlarni qoldiraman. Mahsulot chiqqandan keyin boshqa viloyatlardan, Samarqand viloyatidan, Andijon viloyatidan, asakalardan ko'pchilik murojaat qilyapti. Bu mahsulot sepgan ustalar bormi deb. Agar siz boshqa viloyat ustalari bo'lsa, bizga nomerlarni yozib qoldiring. Ularni siz bilan bog'latib qo'yamiz. Keyin plus Farg'ona shahri bo'yicha ustalar kerak bo'lsa, o'zimiz ustalar bor, kompressor bilan boradi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zlari bilan yuzlashtirib, narxlarini o'zlari kelisha olaverasizlar. Bu oddiy narsa, qimmatga tushmaydi. Rahmat hammalarga.